Xo'sh aka, mana uyimizning ikkinchi videomiz. Endi bunda korobka holati, material xarajatlari va uyning balandliklarini ko'rsatib o'taman. Общий mana uyimizning nimasi, skeleti deylik. Betonimiz. Mana bu joylar shlaka blokdan bo'ladi. Mana uy bo'lmagan joylar hammasi shlaka blokdan bo'lyapti. Mana orqadan nimalar, bog' devorlar hammasi. Bunga ketadigan shlaka blok 3600 ta atrofida shlaka blok ketyapti. Ya'ni ham farq qilishi mumkin, chunki shlaka blokning razmerlari har xil. Men 18 ga 38 lik shlaka blokdan mo'ljallanganman. Bundan kichikroqlari ham bor, kattaroqlari ham bor. Endi yana farq qiladi. Ham mana balandliklariga ham qaraladi. Men bu yerda mana balandligini ko'rsatib o'taman. 2260 qilganman. Shundan 20 sm seysmasi 240 bo'lyapti. Shunga mo'ljallangan. Endi yana ham sizga ko'proq kamroq bo'lsa farq qiladi. 100%lik emas bular. Hisob kitoblar emas. Ba'zi nüanslar bor, shunga farq qiladi. Bu shlaka blok uyda o'zi mana bedasi ag'ish qilganman, lekin gazoblokga mo'ljallanganman. Gazoblok deylik, mana shuni gazoblok bo'lyapti. Opsiya birinchi etaj, ikkinchi etajimizga ketadigan gazoblogimiz. Kattasi mana 30 lik devori 30 bo'lgan mana bu joylar nimalar. 2200-250 atrofida gazoblok hisobladim. Eni 30, balandligi 20, uzunligi 60 cm gazoblok bo'lyapti. 2200-250 atrofida kompyuter hisoblab chiqardi. Xo'sh, mana bu joylari 15 cm gazoblok bo'lyapti. Eni 15 cm. Razmer qolgan razmerlari bir xil, eni 15 cm. Mana bunaqa perigorодkalarga hammasi shunaqa ketadi. Ichkarida ham bitta bor devorimiz shunaqa. O'shalarga chizmada ko'rsatganman. Xo'sh, o'shalarga mana kichigi deganman 170 ta atrofida gazoblok hisobladi. Общий hisobda mana shunday holatda bo'lyapti. Xo'sh, tomimizga keladigan bo'lsak, mana tom, uyimizda tomlari, asosiy uyniki, mana buniki, mayda-chuyda mana tomlar, tualetniki, zaborlarni hammasi hisoblaganda где-то 230 metr atrofida tunuka ketadi. Siz ziyodroq olasiz, chunki baribir mana bu tekin joylari bor, kesiladigan joylari bor. Baribir ustalar bilan maslahatlashasiz. Bundan ziyodroq ketadi. Men hozir chesti holatini hisoblaganman. Stroykada baribir hisob kitobdan sal ziyodroq ketadi. Xo'sh, tomi bo'ldi. Endi betoniga boshlaydik. Xo'sh, betonimizga keladigan bo'lsak, birdan balandligini ham nimalarni ko'rsataman. Xo'sh, buni olamiz. Xo'sh, mana betonimizga keladigan bo'lsak, to'qib qo'yibsiz-ku. Tak, aka buni sal to'qib qo'ygan ekanman. Beton deb turaylik. Betonimiz. Mana bularga e'tibor bermaysiz, juda qoldi. Tak, hozir to'g'rilaymiz. Betonimiz deylik. Betonimiz opsiya. Podvalimiz mana bu aytganim. Betonni o'zi 1 metrlik bo'lyapti. Mana uyda qolgan betonlar. Podval bor joylar 240 bo'lyapti. Beton usti yer ustiga 50 cm qo'yiladi, chiqadi. Yer tagida 50 cm yer tagida bo'ladi. Mana bunaqa joylarimiz darvozaxona joylarini sal pastroq qo'yadi. Darvozaning tagida qolib ketishligi uchun mana bular ham xuddi shunday bo'ladi. Mana bunaqa joylar, mobillar ham mana bunaqa joylarimizda ham beton bor, faqat yer tagida qolib ketadi. 40 qo'yib ketasiz, xuddi revilga o'xshatib. Unga bularga o'xshatib baland qo'yilmaydi, tagida qolib ketishligi uchun pastroq qoladi. Ustalar o'zi yaxshi tushunadi. Xo'sh, podvalimizning betoni esa 240 bo'lyapti. Общий polidan tagidan padushkadan tashqari, padushkasini tagidan qaraganda undan tashqari mana polidan tepasigacha 240 bo'lyapti. Va shuni hisobiga mana bu yerda 20 cm qolgan betonlardan pastroq qilib ketamiz. Chunki plita qo'yamiz-ku, plita qo'yganda hammasi bir xil bo'lib ketadi ustida. Shuning uchun mana shundan tashqari 240 bo'lyapti. Bu bilan birga hisoblasak 260 bo'ladi. 20 cm-larga 20-22 cm pastroq qoldirib ketasiz. Plita qo'yganda hammasi bitta bo'lib ketadi. Общий mana shu hammasi betonimizga, betonni o'zi tagida padushkasi mana
Asosiy uyimizning tagi podushka bo'lyapti. Eni 1 metrlik, balandligi 30 santimetrlik bo'lyapti. Faqat mana bu yerda qo'shni tomon bo'lganligi uchun buni ham chizmada ko'rsatganman. Eni 70 santimetr bo'lyapti. Qo'shni tomonga chiqarib bo'lmaydi-ku podushkani. Shuning uchun mana bu yoq labi bilan bir xil bo'lyapti. Faqat ichiga 20-70 kiryapti. Opsh hammasi bo'lib, mana shu betonimiz 93 kub atrofida beton ketadi mana shu holatida. Mana regellarni qilganman. Mana kolonnalarimiz mana ikkitasi qalinroq kolonna bo'ladi mana. Buni ham razmerlarni ko'rsatganman. Ustidan regellari. Xo'sh, mana bu yerdan polgacha 2 metr, plus 40 santimetr bo'lsa 240 bo'ladi opshi. Bu yerda mana eshikka kiradigan joylarimiz, bu yoqda fortishkasi, mana zinaxonamiz. Mana bu 20 santimetrlik beton bo'lyapti. Pastdan qaraganda mana bu holatda bo'lyapti. 93 kub atrofida beton ketadi mana shu holatimizga. Va armatura opsh hammasini hisoblaganman. Betonniki ham, regel, kolonna hammasi balobatlar hammasini hisoblaganda gideta bu ham 100% to'g'ri chiqmaydi, chunki juda ham nozik tomonlari bor. Mana bu yerlarga masalan 16 lik armatura qo'ysa yaxshi. Gideta hozir 3000 metr atrofida armatura hisoblaganman. Opsh, regel, kolonna, podushka, betonni o'zi hammasiga. Gideta 500 metrdan 700 metrlar atrofigacha 16 lik armatura olasiz shuni ichida. 2,5 ming metrlar 14 lik olsangiz, qolgan bu 500-600 metrlik 16 lik olasiz. Mana bunaqa joylarga 16 lik qo'yganingiz yaxshi. Hozir mana birinchi etajda ham bor, unaqa joylar o'shalarni ko'rsatib o'taman. Armatura opsh hisoblaganda gideta 3000 metr atrofida bo'lyapti. Xo'sh, endi birinchi etajni ko'rib chiqamiz. Buni yashab turib. Birinchi etajimiz. Beton ustidan birinchi etajimiz tushadi. Bu yerda mana plitasi bo'ladi. Hozir o'chirib qo'ydim, adashib. Buni qilaman degan keyin kamida bir kun vaqtim kerak. To'g'ri tushunasiz. Mana bu yerda hozir beton ustidan 22 santimetr plita qo'yilyapti, ustidan devor qo'yilgan. Endi shuncha shu turishdan tushunarli bo'lyapti. Xo'sh, mana birinchi etajimiz. Mana bu 15 lik devor, mana bu 15 lik, qolgani 30 lik devor bo'lyapti. Xo'sh, mana shu birinchi etaj, ikkinchisi hammasi regel, kolonna hammalariga 3000 metr atrofida ketyapti. Balandliklariga keladigan bo'lsak, uyimizda xo'sh, buni betonda aytdim. Mana bu tavan faqat 30 santimetr bo'ladi. Yer ustidan, chistovoy yer ustidan, plitani ustidan hisoblaganda bu tomonlar 50 santimetr bo'ladi. Polda 10 santimetr istashga qilgandan keyin plitanda keyin 3 ta zina bilan kiradigan bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda mana degan ko'rsatganman. Mana bunday 3 ta zina bilan kiradigan bo'ladi. Xo'sh, uyning balandliklari 320 qilganman. Poldan patologigacha 320 bo'lyapti. Pol patolog bo'lgandan keyin gideta chisti 3 metr qoladi sizga. Mana bu yerda mana plita bo'lsa, mana ko'kimiz plita ustidan 10 santimetr chopli polni steshkasi bo'lyapti. Patolog ham gideta 10 santimetr tushadi, shunda 3 metrlik qoladi. Chisti 3 metr qoladi. Bu tomonda mana zinamiz, mana bu yerdan chiqadigan joylarimiz. Mana bu tomondan qaraganda qo'shni tomonimiz mana bu yerdan to'g'ri mana monolitga qo'shilib ketadi zinamiz, ustidan yana 10 santimetr steshka bo'ladi. Qolgan xonalarimiz mana bu tomon. Birinchi etajdan tushunarli obzor shakli. Mana birinchi etajimiz keladigan bo'lsa, darvozaxonamiz, hovlimiz, mana bu holli joyi, oshxona, bu yerda общий sanuzil, bu yerda mehmonxona, mana bu spalnya birinchi etajimiz. Taglari podval bo'lyapti, devorlari hammasi o'zining ustiga tushgan. Bunday holatda bo'ladi. Xo'sh, ikkinchi etajimiz, mana zinadan to'g'ri chiqib kelganimizda bu yerda hol bo'lyapti. Mana regel kolonnalari, mana bu regel kolonnalarga ham 16 lik ishlatasiz. Mana bularga kattaroq joylarga ham iloji 16 lik ishlatganingiz yaxshi. Xo'sh, chiqqanimizda mana bu yerda hammomimiz, bu yerda hojatxona, regel mana bu yerdan o'tgan bo'ladi hammomda, shuni e'tibor berasiz. Qolgani перегородка bilan ajratiladi.
Bu yerda garderob, bu yerda bitta detiski, bu yoqda spalni, mana orqa hovliga qaragan. Va bu yoqda ham bitta detiskimiz va bu yerda yana bitta spalni bo'lyapti. Общий hisobda aka mana shunday holatda bo'lyapti. Endi yana ham buni ham tushunib turay, buni ham tushunarli bo'lishi uchun sizga mana birinchi etajimiz mana shunday holatda bo'ladi. Bu yerda poli bo'lgani uchun yana ham tushunarliroq bo'ladi. Общий mana shunday holatda bo'ladi. Bu ikinci etajimiz mana. Oxirida qolamiz. Aka, общий mana shunday holatda bo'lyapti. Biroq tushunmagan joylaringizni bemalol yana o'rgatsangiz bo'ladi.